Assalomualaykum bolalar. Bu soatlik darsimizda biz Java'ningki muhim bir hukm bo'lgan, ya'ni shenchoni so'zlaymiz, threadni so'zlaymiz. Hozircha shenchon deydi. Thread. Endi bu shenchon degan chog'da Java'da ikki xil holatda amalga oshirilgan. Shenchonni Java'da ikki xil holatda amalga oshirilgan. Birisi thread degan lay orqali amalga oshirilgan. Thread degan lay orqali yana birisi bo'lsa runnable degan Jeko orqali amalga oshirilgan. Endi biz tövəndə şu thread orqali amalga oshirilgan usulni ko'rib o'tdik. Thread orqali amalga oshirilgan usulni ko'rib o'tdik. Endi bu ikkisining farqi bo'lsa, birisi lay, birisi Jeko. Unda olsa biz oldi bilan lay bo'lgandan cho'qim shu thread lay bo'lgandan cho'qim shuni jichon qilamiz oldi bilan. Jichon qilib, undan keyin buni ichidagi run degan funksiyasini oldi bilan jichon thread lay. Ondan keyin diğer bu şişen run funksiya. Run degan metodni amalga oshirgandan keyin biz bir shenchon qurgan bo'lamiz. Hamda Androidda qaraydigan bo'lsak, shu viewni jushenchon. Android qo'zg'algandan keyin shu viewni kontrol qildigani jushenchon bo'ldi. Biz odatda jushenchonda bu mazmunni handlerga bo'lgan chog'da yana davomli so'zlaymiz. Jushenchonda biz odatda qanday vaqt yeydigan yoki bo'lmasa masalan tordan uchur oldigan, hujjat yozdigan, hujjat o'qiydigan ishlarni qilmaymiz odatda. Nima desanglar bundaq vaqt yeydigan ishniki masalan shanyinsi deb qo'ydi. Masalan shanyin deganimiz ishni qilib bo'lgandan keyin biz Gmailga nisbatan yangilash yoki bizga nisbatan bir uqtirish qiladigan vaqti 5 sekunddan ortiqlab ketsa, Androidniki butkul shidon kontrol qiladigan bir Changuanbi deb bir tishsi bor. Shu chiqib oladi agar 5 sekunddan ortiq bo'lsa. Shuning uchun bunda hollarda biz butkul shu Androiddagi shenchonni biz Androidda jushenchondan ayiramiz bunda ishlarni. Masalan, jushenchon bo'lsa, unda bizningki qiladigan ishlarni ayrim bir shenchonda qilib bo'lgandan keyin andan keyin jushenchonga nisbatan yengillashib boramiz degan so'z. Jushenchonga nisbatan yengillashib boramiz degan so'z. Masalan, mavi cho'ngi jushenchon bo'lsa, mavi kichikka masalan zishenchon bo'lsa, masalan unda bo'lsa bu zishenchonda biz ma'lum bir tordan uchraldi yoki hujjat yozildi desak, unda bo'lsa shu har qitim ma'lum bir uchurni yozgan chog'da shu jushenchonga nisbatan bir mesaj yo'llaydi. Endi buni keyin vaqti kelgan chog'da handler orqali amalga oshirilgan, handler shu vaqtida so'zlaymiz. Hozir men deganim masalan bu hujjat o'qiydiganni biz ayrim bir shenchonga qo'ysak, jushenchon o'zining yo'lida mangayurdi, butkul bir ekran qetib qolmaydi, siji holat kelolmaydi. Biz shunday vaqt deydigan uchurlarni bu eng oxirida masalan tutirib bo'lgandan keyin masalan ma'lum bir uchur yo'llab jushenchonga nisbatan yana davomli yangilash ifosi bo'ldi degan so'z. Shenchonniki hamda alohida roli shu. Hamda mavsul bo'yicha unda biz oldi bilan unda shenchonda buni qurilish, enable'li quraylik. Men my thread extends thread. Cho'qim men jichon qilma dedim. Endi mana jichon qilgandan keyin bu cho'qim run Jekosini, run degan funksiyasini amalga oshir demaydi. Biz cho'qim o'zimiz amalga oshirishimiz kerak. Public void run. Run degan funksiyasini amalga oshirishimiz kerak. Hozir hamda men shenchondan birini qurib bo'ldim. Qaradimsa shenchondan birini qurib bo'ldim men. Endi bu shenchonniki shu butkul qiladigan ishlarni shu run degan funksiyasining ichiga yozamiz. Biz run degan funksiyasini ichiga. Unda bo'lsa men bu yerga terminal i kichik 10 dan. Undan keyin i jaja deyman. Majajada bir qitim ma'lum bir tishni chiqaraman. Unda bo'lsa bu tishni biz shenchon, mingchon
this year get name arqılıq muş növətki şençaniki ismini alalayımız ya növətki şençaniki ismini alalayımız. I thank ay deb qo'yayman. Andikin biz ma'lum bir shenchongni xultimiz. Mayli ju shenchong bo'lsa, mayli zi shenchong bo'lsa, ma'lum bir shenchongni qanday xultimiz degan joyda shenchongniki ichiga kirib biz suraytyar sleep ya'ni sleep desak, unda sleep miyaga hamda long deydi. Qaraydigan bo'lsak long time deydi. Bu degan nima degani aytsanglar 1000 daqiqa bunga nisbatan 1000 daqiqa 1 sekund bo'ldi, billahi 1 sekund bo'ldi. Hozir men 1 sekund uxlatdim, men 1 sekund uxlatdim. Yoki bo'lmasa men 1 sekund uxlatmay 500 yarim sekund uxlatay. Endi buni qaraydigan bo'lsak, men sleep deganni cho'qim biz try cashning ichiga erishimiz kerak. Try cashning ichiga erishimiz kerak bu. Nimishga desanglar bu CPUga nisbatan bu uxlash buyruqini berdi. CPUga nisbatan bir uxlash buyruqini berdi. Shuning uchun bu har vaqt cho'ng'onishni bunda bir exception qaytardi. Bu endi az ahvollarda exception qaytardi. Men uxlatdim. Hozir men nima ish qildim desanglar, men birdan boshlab 10 gacha chiqardim, birdan boshlab 10 ga chiqardim. Lekin har birisini chiqarib bo'lgandan keyin men yarim sekunddan uxlatdim, yarim sekunddan uxlatdim. Unda bo'lsa men Mao Jushenchongda, Mao Uncreating ishchi Jushenchong bo'ldi. Mao hamda meniki MyStreet o'zimniki Zishenchongsi bo'ldi. Men dastur Jushenchong ichida Zishenchongni qanday qo'zg'atdim degan joyda oldi bilan bundan bir dushan olamiz, Mesela MyStreet 1 new MyStreet MyStreet deb olgandan buningga qanday ism beramiz? Men yerda ismini oldik. Undan so'ng street yar set name qaraydigan bo'lsak, mana street name deb chiqadi-da. Qaraydigan bo'lsak set name dedi. Street name deb chiqadi. Undan so'ng street 1 deb qo'yay, buningga street 1 deb qo'yay. Street 1 deb qo'yay. Undan so'ng biz shenchonni biz qanday qo'zg'atamiz degan joyda chekib turib, start degan funksiyasi bilan biz shenchonni qo'zg'atamiz. Start degan funksiyasi bilan biz shenchonni qo'zg'atamiz. Undan so'ng men buni ijro qilib boqay. Qaraydigan bo'lsak, uni men dasam shu o'xshash usulni, o'xshash narsani men dasam ko'chirib, miyaga kirib, Jushenchong deyman mana. Jushenchong va buniki hamda get names yo'q, Jushenchong deb qo'yaman miyaga. Dasam Jushenchongda shu oyni chiqarib baqsini. Buna kelgan joyda men 200 sekund qilib 200 daqiqa qilib qo'yay buni. Hamda mana qaraydigan bo'lsak, biz oldi bilan yaxshisi men tozlaytib biz oldi bilan buni ijro qilib, andan keyin ijro qilgan natijasiga sizga men tushuntirib beray. Mana qaraydigan bo'lsak, hozir 2 ga chiqardik, buni 2 ga chiqardik. Birsiga Jushenchongni ichiga chiqardik, yana birsiga Zishenchongni ichiga chiqardik. Mana qaraydigan bo'lsak, hozir mana qaraydigan bo'lsak, Jushenchong chiqdi, meyadan kelgandan keyin Jushenchong chiqdi, meyadan. Jushenchongniki mana ijro qilib. Jushenchong ijro qilib, uchinchisi kelgan chog'da qaraydigan bo'lsak, bu yerdan Zishenchong chiqibdi. Demak, unda bo'lsa biz bayatda men deb sizib ko'rsatganga o'xshash, qaranglar. Sizib ko'rsatganga o'xshash. Masalan, ma kichik Zishenchong, cho'ngi Jushenchong bo'lsa, masalan, cho'ng shu yuqoridan tuanga ijro olib keldi. Shunami? Ijro olib kelgan chog'da qaraydigan bo'lsak, miyada Marayon kelgan chog'da, ya'ni Marayon kelgan chog'da Zishenchong qo'zg'aldi, shunami? Unda bo'lsa miyadan boshlab ijro olib kelaverib qaraydigan bo'lsak, ma'lum tuanga ijro olib ma'lum, ma'lum tuanga ijro olib ma'lum, ikkisi teng ijro olib ma'lum. Bir cho'ng shuning ichida nurg'un shenchonglar bor. Odatda biz masalan
Windows'niki mesela ma hozir Mac'qo masalan, meniki hech baqaya. Mesela mana qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir mana qaraydigan bo'lsak, mesela ma Eclipse'ni deylik, Eclipse'ni qaraydigan bo'lsak, mana ma egallagan CPU-niki vaqtiga ma Shenchong deganiga qaraydigan bo'lsak, Eclipse qani yo'qolib ketdi u yana bir damda. C E mana qaraydigan bo'lsak 48 tal Shenchong bor ekan, 48 tal Shenchong bor ekan. Hamda mana bir Shenchong tushi deymiz, tushi deymiz. Bu Shenchong tushini ichida nurg'un Shenchonglar bo'ldi. Demak, mana Eclipse hozir 48 tal Shenchongni qo'zg'atibdi, 48 tal Shenchongni qo'zg'atibdi. Menga qaraydigan bo'lsak, uni butkul shu bir sistemda Jinchongniki 188 tal, Shenchongniki 897 tal Shenchong. Demek bu 897 tal Shenchong degeniz. Bizniki hozir mana navbatdagi masalan, navbatdagi mishakkagicha bu ma'lum bir Shenchong masalan qaysi vaqtda tugaydi degan so'zda shu run funksiyasini ijro qilib bo'lgan chog'da, ya'ni menga kelgan chog'da bu Shenchong tuggan bo'ladi. Shenchong tuggan bo'ldi. Unda bo'lsa biz menga qaraylar, biz menga qarab, unda bo'lsa navbatdagi biznikida ikki Shenchong bor. Birisi Zhu Shenchong, yana birisi o'zimizniki Zi Shenchong. Unda bo'lsa men Zhu Shenchongni va yana bir Shenchongdan birini quray, unda bo'lsa yana bir Shenchongdan birini quray. Miyaga men switch 2 deb switch 2 deya. Unda bo'lsa men bu Shenchongni qo'zg'atib boqay. Hozir 3 Shenchong bo'ldi. Bizniki Zhu Shenchong, Zi Shenchong, Zi Shenchong. Mana qaraydigan bo'lsak, mana diqqat qildi, mana diqqat qildi. Hozir miyada Zhu Shenchong qo'zg'algandan keyin switch 1 chiqdi, mana switch 1 chiqdi. Nimishga desanglar, miyada switch 1 ni qo'zg'atib bo'ldik biz, bu masalan andan keyin qaraydigan bo'lsak, Zhu Shenchongni yana qo'ymayapti, andan keyin switch 1 miya kelgan chog'da switch 2 qo'zg'alibdi, mana switch 2 qo'zg'alibdi. Undan keyin Zhu Shenchong, switch 1, switch 2, andan keyin Zhu Shenchong, mana qaraydigan bo'lsak, switch 1, switch 2, switch 1, switch 2 deb mana Zhu Shenchong bilan Zi Shenchonglar hammasi teng darajada menyapti. Endi bu CPU-nikidan misol aytadigan bo'lsak, masalan, mana CPU bo'lsa, CPU insonda bo'lsa bir qatimda faqat bir harakatni qiladi. Bularning hammasi nima, masalan, harakatlar, minglar, ya'ni butkul mishada masalan shunda qattiq harakat saqlab turadi. Birinchi qatim mana berdi, ikkinchi qatim mana berdi degandek CPU eng oxirida faqat bir qatim hisoblash yapadi. Lekin sur'ati nihoyat tez, masalan, sur'ati nihoyat tez. Buniki masalan butkul harakatlar mishada shunda qattiq tizilib turadi, qachon man keladi. Endi bu CPU-niki ma'nan qaraydigan bo'lsak, CPU-niki hamda bu hareketlarniki yo'shanchisi o'xshamaydi. Ba'zi harekatlarning yo'shanchisi yuqoriroq bo'ldi. Ya'ni nimishga desanglar, CPU-dan oldigan vaqt uzunroq, ham CPU-niki tizilish darajasi oldidaroq bo'ladi. Shuning uchun ba'zi Shenchonglar, masalan, Zhu Shenchong masalan mana qaraganda, mana yo'shanchisi ham yuqori Zhu Shenchongniki. Mana qaraganda qaraydigan bo'lsak, mana ikki qitim demak CPU'dan oldigan vaqti uzunroq degan so'z, buniki oldigan vaqti uzunroq degan so'z. Ya'ni maniki qaraydigan bo'lsak, endi miyada xultishimizmi azroq, buni xultishimizmi azroq. Maniki xultishimiz endi 500 o'g'ashqa, buniki mana ular o'xshamaydi degan so'z, mana ular chiqadigan vaqtda o'xshamaydi degan so'z. Endi bu Shenchongniki endi bir Shenchongni qurib qo'zg'atish usulniki thread orqali amalga oshirilishi, bu thread orqali amalga oshirilishi. Biz endi ko'proq vaqtlarda kerak, masalan, vaqt deydigan narsalarni cho'qim Shenchong qo'yishimiz kerak, Androidniki cho'qim Shenchong qo'yishimiz kerak. Endi yana bir masala chiqadi. Masalan, unda olsa biz Shenchongda qilib bo'lgandan keyin qanday qilib unda Zhu Shenchongga uqtirmaymiz degan. Buningda biz kelar soat so'zlaymiz handler deb, handler degan Android shunda mazmunni o'tirib qo'ygan, handler kelib chiqqan, handler degan hukm kelib chiqqan.
Bunu kelar saat süzeymiz. Biz hazır kaldı bile ama Şençon'unkini düşünüyoruz. Şençon'da hem de mesela nöbette şıkkıl Şençon koyuyoruz. Hem de köprek ekvalada mesela ücretten mesela tordan ücretlen düşerse Doğu Şençon degan bir fikrim var. Doğu Şençon. Lekin bunu biz bu yerda so'zlamaymiz. Hem de Doğu Şençon degan nima desanglar, ma'lum bir ishni mesela ma'lum bir hujjat tushirish bo'lgan bo'lsa, mesela 5 MB'lik hujjat bo'lgan bo'lsa, 5 MB'lik hujjat bo'lgan bo'lsa, buni endi nurg'un Shenchonga bo'luydi-da. Biz bu yerda ko'rib o'tdik, hamda Shenchonlar qatim-qata hammasi o'z oldiga yunishim bo'ldi. Unda bo'lsa, masalan, 5 MB'lik narsa bo'lgan bo'lsa, bir Shenchon qilgan bo'lsa agarda, bir Shenchon qilgan bo'lsa, masalan, shunchalik vaqt tutgan bo'lsa, unda bo'lsa buni 3 Shenchon qilsa balkim bunchalik vaqt tugaydi. Shuning uchun bir Do'shenchon degan hukm kelib chiqqan degan so'z. Unda olsa buni masalan To'shenchon qilgan bo'lsa, unda olsa texmi oz vaqt tugaydi degan so'z. Lekin Shenchonning soni qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik tez vaqt tugaydi degan natayni vallahi. Shu Do'shenchon deganda amaliyotda shu Danshenchondan nurg'un. Lekin bu Do'shenchonda qanday narsa mavjud degan joyda alohida diqqat qiladigan yerimiz Ziyuan, Gongxiang. Ma'vo masala mavjud. Bu nima degan savolda bir hujjatni bir qancha yerda ishlatishi mumkin. Shunami? Mumkin. Bu chaqda hujjatga yozilish oldi-keyin tartiblari bor. Shu yerlarga diqqat qilsak bo'ldi. Hamda ma'vo bir Shenchonniki qurilishi, hamda bir Shenchonni masalan qanday to'xtatamiz degan chog'da masalan men bunda olsam mega if, shunami? If I cho'ng 5 dan bo'lgan chog'da navbatdagi Shenchonni men to'xtatdi, navbatdagi Shenchonni men to'xtatdi. Unda olsa qaraymiz, this there interrupt deydi. Interrupt. Hamda ma orqali bir Shenchonniki to'xtamaganligini bilamiz. Interrupt. Bundan dargaz stop deganni ishlatmaymiz. Stop deganni asosiyatda interrupt deymiz. Hamda shuni qarab boqlaymiz. Qaraydigan bo'lsak, ma'noda turibdi. Interrupt. Interrupt degan fanfasi odatda deymiz endi bu Shenchonnikida bu yarim yo'ldilar asli interrupt deganniki ma'nosi shu zhongzhi masalan dadvan degandek ma'noda, hamda zhongduan degandek ma'noda. Hamda zhongduan degani masalan bu Shenchon bekatova CPU'ga buyruq beryapti-da, ishlatadi, ya'ni ishlatadi. Bu zhongduan deganimiz hamda bu ishlatganasini o'tirib yo'q to'xtatib etish degan so'z, to'xtatib etish degan so'z. Hamda bu qilish ekolda bu Shenchonniki interrupt degan fanfasi ishlamasligi mumkin. Unda bo'lsa bu ishlamagan fanfani qanday hal qilamiz degan chog'da biz odatda ko'proq ekolda buningga biz public bo'lan flag degandek ma'lum bir perfulan ilgili biz flagni tekshirish orqali navbatdagi Shenchonni qilayotgan ishini to'xtatsak bo'ladi. Ya'ni miyada andasi if nima? Mesela flag bo'lib qolsa normal ishla, shunami? Normal ishni davomli qil. Agar unda bo'lmay qolsa, break qo'ysak, navbatdagi Shenchondan chiqib ketadi degan so'z. Navbatdagi Shenchondan chiqib ketadi degan so'z. Mesela men agar siz Shenchon jeshuda. Unda men buni qanday qilib desak, masalan, men ma'no kirib, masalan, ma'vo if nima
yoki bo'lmasa bunda o'zgarsak bo'ladi. Mana bu yerda interrupt demay, maniki flagsini shunaqa false qilsa, mana keyin continue qilsa, continue deganimizni tushunamizmi? Mush qitimni bizni oxirlashtirib, kelar qitimni boshla degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana hammasi 6 kelgan chaqda, oydan 6 bo'lgan chaqda 2 yil yanchon jeshu bo'ldi degan so'z. Keyin chiqmadi degan so'z. Hamda bu shenchonni biz ko'prik ekvalostida hamda ishlatishni tavsiya qilmaymiz, shenchonni ishlatishni tavsiya qilmaymiz. Nima desanglar, hamda ajinda mazmun yeydigan vaqtda kelgan chaqda, ajinda vaqt yeydigan yerlar kelgan chaqda ishlatamiz. Odatda bu shenchonni ichida biz UI'ga nisbatan so'zlayib baramaymiz. UI'ga nisbatan so'zlayib baramaymiz. Ham shenchonni jiq ishlatgan chaqda bayon qilman degan ziyan gongxiang, ma'nodan chatoq chiqishi mumkin. Masalan, ma'lum bir duyshanni shkil yoki o'zgartib qolsa, o chaqda chungtu ayqol chiqib chiqadi degan so'z. Chungtu ayqol kelib chiqadi degan so'z. Hamda bu shenchon to'g'riliq so'zlaydiganmiz. Endi ikkinchi mazmun bo'lsa, bizniki bayatın dedik, Javada shenchonni ikki xil amalda oshirgan. Birinchisi straight buni endi qisqacha ko'rib o'tdik, deyosim ko'rib o'tdik. Ikkinchi mazmun bo'lsa, runnable ni ko'rib o'tdik, biz runnable-ni. Endi nimishki shu runnable degan hukm kelib chiqdi degan chaqda, biz nimishki runnable degan hukm kelib chiqdi degan chaqda, bu jichon deganimiz Androidda esonda bo'lsa, Javada faqat birla layni jichon qila olamiz. Lekin do'g'lay ko'yi do'g jekoni biz implement qila olamiz. Masalan, menda bo'lsa, mega classes my runnable deb yozay, runnable deb runnable deb yozay. Unda bo'lsa, bunga men dedim jeko bo'lgan ekan, cho'qim bunga implement qilamiz. Unda bo'lsa runnable ni implement qilay. Runnable. Nima? Runnable ni implement qildim. Runnable ni implement qilgan ekan, mana qaraydigan bo'lsak, avtomatik bu bir funksiyani amalga oshiradi deydi. Bizning funksiyaga qaraydigan bo'lsak, unda bo'lsa run funksiyasini amalga oshiradi deydi. Demak, buniki menda shenchonda farqlangan o'xshashlik yeri, ya'ni shenchon o'xshash straight o'xshashlik yeri nimashada. Unda bo'lsa bu runnable ni shit usul o'xshash, runnable ni shit usul o'xshash. Menda bo'lsa runnable ga o'xshashlar shayga bir ta for yozay, for yoki bunaqa o'xshamaslik uchun while yozib qo'ysam bo'ladi. While masalan mega public flag deya flag true de. Niki mega flag. Agar flag bo'lsa, nima? Davomli turda chiqarib ishlayversin, bunda bo'lsa mega int item birdeya ses yat deb qo'yay. Ondiki men bu yerga o'xshash usul bo'yicha straight sleep 200 deb qo'yay. Ondiki bu nima cho'qim try cashga erishimiz kerak. Agarda nima if I cho'ng 10 dan bo'lsa, flag set false bo'lsin, o chog'da mega while nasirtiga ses out chenchon shu deya. Menda buni qanday deyon qilamiz degan chog'da, buni deyon qilish usuli shenchonga o'xshash. Biz faqat meyadigan narsa bevositalar mana men runnable ga o'zgartirib runnable ga o'zgartirib.
Endi runnable'ni qanday ishlatamiz degan chog'da, runnable'ni qanday ishlatamiz degan chog'da buni cho'qim biz thread bilan birlashtirib ishlatamiz. Ya'ni new thread deyman. New thread deb menga qaraydigan bo'lsak, bu yerda runnable deydi. Mana thread name deydi, runnable deydi. Bu yerga runnable J-code'dan birini beralaymiz keyin. Endi bo'lsa my thread 1. Tushunaman? My thread 1. Andikin buni start qilib qo'zg'atsak bo'ldi. Start qilib qo'zg'atsak bo'ldi. Men asteriskni chiqarmay churitib ma'ni ijro qilay. Endi runnable'ning yaxshi yeri biz shenchonglar ara qaraydigan bo'lsak, buni ayjaja qilmabdi bunaqa. Shuning uchun mana bekat to'xtamay chiqaverdi. Biz bu yerga cho'qim qo'shib chiqarib bo'lgandan keyin cho'qim ayjaja qilishimiz kerak ekan. qaraydigan bo'lsak, mana Zhuxianchang, Danqian Buro degani Zhuxianchang runnable bilan amalga oshirganimiz. Endi 10 ga borgandan keyin avtomatik bu to'xtadi, bu 11 ga borgan chog'da to'xtadi. Endi runnableniki endi yaxshi yeri bo'lsa, runnableniki qulaylik yeri bo'lsa, biz bir qanchani Mesela bir qancha J-code'larni birlikda kirgizalaymiz, buni ichiga kirgizalaymiz. Ya'ni manaqa davomli turda pesh qo'yib, o'zimizniki davomli masalan view ticket unclick listeners degandek J-code'larni bizniki shenchonga ekralaymiz degan so'z, mana o'sha ekralaymiz degan. Favqulodda hamda shunda o'zimizniki bizning J-code'lar bo'lib qolsa, ishni ichida ma'lum bir ish qilgan chog'da, J-code masalan ma'lum bir tordan uchirgan chog'da, har qitim yangilangan chog'da masalan ma'lum bir uqtirish bergan bo'lsa degandek, shunga o'xshash narsalarni yozgan chog'da biz o'zimiz nurg'ongan J-code'ni ekralaymiz. Runnable'niki ham yaxshi yeri ham shu, qulaylik yeri ham shu. Hem de ondan başka Android'da bu Shenchong'nikini bir ko'rib o'tdik. Ondan başka Android'da yana boshqa qanday mesela shunda Yibo savdo qildigan, Yibo savdo qildigan mesela bularning hammasi Yibo savdo. Endi Yibo savdo deganimiz nima desanglar, Zhuxianchang bilan munosabatsiz, Zhuxianchang bilan munosabatsiz ayrim bir Shenchong degan so'z, Yibo deb qo'yamiz endi. Tongbo desek maskadam bo'ldi. Yibo desek ayrim o'z oldiga bo'ldi. Maskadamda odatda tongbo holatda masalan Yibo savdo bo'lgancha masalan tongbo holatda biz unda to'rlarni uchiramaymiz yoki bo'lmasa boshqa hujjat yozgan, hujjat o'qiydigan ishlarni qilmaymiz. Masalan unda qilsak masalan Yibo holatda qilsak masalan ularni biz masalan Zhuxianchangda biz ma'lum bir dingdajemni chiqarib qo'yib, shundaymi? Zhuxianchangda ma'lum bir dingdajemni chiqarib qo'yib, biz mana Zhuxianchangda to'rdan avtomatik uchiraylab, shundaymi? O'zimizda to'rdan avtomatik uchiraylab, Zhuxianchangda to'rdan avtomatik uchiraylish muvaffaqiyatli bo'lganda, andan keyin berib, mana Zhuxianchangga uqtirish qilsa, undan keyin betning yuziga navbatdagi to'rdan olgan uchurni chiqarib beralaymiz degan so'z. Bu hamda Zhuxianchangniki qulaylik taraflari. Android ondan boshqa bizga ya'ni Yibo savzolaridan birini tayinlagan, async task degan. Bu hamda Androidniki nurg'un biz bayatdan deb o'tib ketdik. Mayli to'rdan uchirilish bo'lsa, mayli hujjat yozish bo'lsa, mana vaqt yeydigan vaqtlarda biz cho'qim Yibo savdo qilishimiz kerak, ya'ni Zhuxianchangdan ayrilgan holatda savdo qilishimiz kerak. Undan so'ng Android shu narsalarni ko'zda tutib bizga shu Yibo savdo qildigan shu layni bizga ta'minlagan. Endi bu layniki bunda bir qancha ortiqchilik bor, hamda diqqat qildigan bunda bir qancha mazmunlar bor. Bu layniki hamda ortiqchiligi bo'lsa, bu bizga Zhuxianchangning ichidagi bevosita layning ichidagi ba'zi fanfalarni cho'ngshia qilish orqali Zhuxianchangning ichidagi UI'ga nisbatan o'zgartish olib bora olamiz. Ham shu
leyda bevosita bizga Xutayda, ya'ni Jushenchondan ayrilgan Xutayda so'zlo qildigan fanfarlarni ta'minlagan. Shu fanfarlarning ichida biz masalan vaqt deydigan ishlarni qilsak, yana bir Jushenchonning ichidagi UI'ni genshin qila oladigan fanfarsida biz Jushenchondagi UI'larni genshin qilamiz degan so'z. Endi 抽象类不？抽象类 under testing，抽象类定义三种泛性类的，泛性类型类的 parameters progress result 对的 result。And parameters deganimiz nima desanlar chidon remov jishing的输入参数对的，比如 HTTP 请求的 URL degandek mesela parameters ne demek ki? Andaki progress bo'lsa andaki mesela Xutay'dagi mesela zat qanchalik bitdi degandek qancha navbatga oldi. Andaki result bo'lsa hamda eng oxiri bitirib bo'lgandan keyin qaytaradigan qiymati mesela string yoki integer degandek string bo'lsa HTTP niki mazmuni degandek. Anaki shu Android tasik bo'lsa jishing fanway siga bujo deydi. Ijro qilinishi 4 qadam bosqichga bo'lingan. Her bir qadam bosqichda o'ziniki quyida fanfas bor. Ya'ni o'sha har bir qadam bosqich bitgan chog'da o'ziniki chaqiradigan fanfas bor, ya'ni ijro qiladigan fanfas bor. Mush fanfarlarga asosan biz o'zimiz munosabatlik mush fanfarlarning ichida munosabatli ishlarni qilsak bo'ladi degan so'z. Buniki hamda ishiltish usuli birinchi cho'qim buni hamda cho'shanlik bo'lgandan keyin abstract bo'lgandan keyin cho'qim buni jichon qilamiz. Jichon qilgandan keyin anadagi mashina ichidagi fanfarlarni shishan qilamiz degan so'z. Endi ma fanfarlarniki har qaysi 4 fanfasi mana qarag'imizda mana 4 miyada hozir 5ni tushuntirib biz qo'ydik. Asosli 4ni ishiltimiz biz. Endi ma fanfasi bo'lsa nima gay fanfa chishin shijida Xutay so'zo be UI shenchon de o'yin deydi. Nimdigini desanglar bu Mafanfa mesela Xutay so'zig'iga kirishdan burun ijro bo'ldi. Bunday tushunsangiz bo'ldi. Xutay fanfa kirishdan burun ijro bo'ldi. Demak, bu fanfaning ichida biz UI shenchonni UI ga nisbatan biz o'zgartish olib bora olamiz, bu fanfaning ichida. Ma'vo hamda naq Xutay so'zini qildigan fanfa, mana ichida biz UI so'zni olib bora olmaymiz. Ma bo'lsa hamda progress update deydi, mana. Mush Xutay so'zini qilayotgan chaqda Mushunga uqtirish qildi. Har qayta masalan ma'lum bir dindutani o'zgarishi yoki bo'lmasa boshqa ishlarni mashina ichida qila olamiz. Buning ichida biz UI'ga nisbatan o'zgarish kirgiza olamiz. Ma do in background deganning ichida UI'ga nisbatan o'zgarish kirgizmaymiz. Ya'ni masalan HTTP dan uchira oldigan degandek ishlarni mashina ichida qilamiz, mashina ichida qilamiz. Hamda undan boshqa do on post so'z deganimiz hamda eng oxirida mushqa so'zniki bitirib bo'lgan chog'da qaytilgan results, ya'ni bitirib bo'lgan chog'da. Buni ichida biz UI so'zni qila olamiz. Hamda cancel deganimiz masalan yonxu tusha bo'lgan chog'da masalan yonxu masalan bunday jemendan chiqib ketgan chog'da yoki masalan ma'lum bir xabar bitini masalan uchir evatgan chog'da yonxu keyniga chiqishni bosgan chog'da degandek shu chog'larda yuz berdi. Demak, bu chog'da yuz bergandan keyin biz do in backgroundga munosabatli qilayotgan ishni to'xtatishimiz kerak. Shu chog'da shu ijro bo'ldi degan so'z. Endi to'g'ri ishiltish uchun bir qancha cho'qim diqqat qiladigan nuqtalar ham biz cho'qim bo'ysunadigan bir qancha qoidalar bor. Ma tasik deganimiz 500 UI shenchonchon chonjan deydi. Nim deganimiz desanglar task deganniki dushansini ya'ni mashinadan olgan dushani cho'qim biz UI shenchonning ichida ilishimiz kerak. Undan keyin ma'vo ijro qilishga boshlagan ijro qil degan fanfasi, ijro qil degan fanfasimi cho'qim UI shenchonning ichida bo'lishi kerak. Ya'ni buni masalan biz oldingi soatda ko'rgan masalan shenchon deganlarning ichiga yozsak bo'lmaydi degan so'z. Bu shenchon deganlarning ichiga yozsak bo'lmaydi degan so'z. Undan keyin bu yoq showdown degan deydi. Biz o'zimiz masalan chunshi bilan cho'qim ma'lan degan qilmasligimiz kerak. Buni shu so'zni shu lay o'zi kontrol qiladi, mana. Shu yerda UI shenchon shilyoqachi tasklar degan deydi, mana. Cho'qim shu o'zi degan qildi degan so'z. Bizlarga o'zimiz degan qilmaymiz degan so'z. Buni bu munosabatli ishlar tikkan chog'da yoki munosabatli fanfalar ilib berilayotgan chog'da avtomatik degan qildi buni.
Ammo to'rtinchisi qaraydigan bo'lsak, cho'qim bir qitim ijro bo'lishi, ya'ni ko'p qitim ijrolab qolsa, buni chatoq chiqadi, xato yechon chiqadi. Nima deganimiz desanglar, shu task tuyushansi faqat bir qitim ijro qilish. Masalan, bir task tuyushani biz bir qancha qitim ijro qilsak, chatoq chiqadi degan so'z, chatoq chiqadi degan so'z. Endi mana misolsi. Misolsini biz endi nima deb ko'rib boqaylik. Undan so'ng men buningga yangidan lay qurib жүрмәйя, yangidan lay qurmay, faqat mush main activity'ning ichidagi mazmunni men to'shqa qo'yibman. To'shqa qo'yibman. Shunga yozaveraylik. Undan so'ng biz buni qanday qilamiz degan joyda bu UI Shenchongniki Genshin qilishga munosabatli bo'lgan ekan, undan so'ng biz oddiy bir sinab boqaylik buningga. Men undan so'ng buningga oldi bilan tekstni bir tashlayman menga. Çoğunluk tekstni bir tashlay. Tekstni bir tashlay. Undan keyin biz ko'rib o'tgan ma progress bardan bir tashlay, horizontal progress bardan bir tashlay. Progress barniki fill contain. Lekin bunikini men cho'ngroq qilib ko'rsatib qo'yay. Undan so'ng men menga buttonni bir tashlayman. Buttonni bir tashlab, bu buttonninki unclick'siga men start deb qo'yay, start deb qo'yay. Bu yerga yozgandan keyin cho'qim mana ichida biz buni shishan qilishimiz kerak bu funksiyani. Public void start view. Undan so'ng men qo'ydicha Lula o'zimniki bir laydan bir yozib olay. My task deb bir yozib olay. Buningga men extends cho'shanlar bo'lgandan keyin cho'qim extends men qaraydigan bo'lsak, NC taskga shuni jichon qilishim kerak. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, parameters, progress, result deb 3 xil bizga nima beradi. Undan so'ng birinchisiga men integer deb yozay. Ikkinchisi progressmi qoida bo'yicha integer bo'lishi kerak. Results undan so'ng bunga string deb beray. Mana string deb beray. Endi mana qaraydigan bo'lsak, cho'qim buniki biz fanfalarni amalga oshirishimiz kerak. Undan boshqa results tukkan chog'da Genshin bo'layotgan chog'da mumkin cancel bo'lgan chog'da deb cancel bo'lgan chog'da deb yozay. Undan so'ng men ma'lum 3 ritaya super deganni. Miyaga men miyaga try catch exception deb miyaga thread sleep deya sleep deb men 500 qo'ygandan keyin bunikiga men mana ichida ma'lum bir ish qilay, mana ichida ma'lum bir ish qilay. Ya'ni i tang 1, i kichik yoki tang 100, i jaja deb mana ichida men birdan boshlab 100 gacha bir ish qilay. Ish qilganda biz cho'qim men ya'ni 200 dan xultay, jiq xultmay. Aniki bu har qitim xultgan chog'da men ma paragrafni qaraydigan bo'lsa integer gina integer ma'qilamda nimada misol bir men nolantisi deb olay, mishniki nolantisini qaytarib qo'yay. Ya'ni nolantisiniki init
init valuesini qaytarib qo'yay. Nechga miyaga hamda integer keldi degan chog'da biz miyada integer deb olgandik, miyada integer deb olgandik. Hamda har qitim xultib bo'lgandan keyin men miyaga qanday qilaman, qanday uqtirman har qitimliq o'zgarishni desak, unda bo'lsa men shu yerga publish progress ko'rdingizmi? Publish progress unda bo'lsa miyaga progressni beramiz. Unda bo'lsa men progressga ayni beray, navbat publish progressni bergandan keyin avtomatik unda bo'lsa miyada on progress update yuz berdi. On progress update yuz berdi. Unda bo'lsa men ma'noga bir go'zal shu yozib public go'zal shu yozib unda bo'lsa men progress bar bilan shunama bar deb qo'yay. Undan keyin text view'ni evet ya buni evet. Unda bo'lsa ustigimi o'xshash progress bar my bar deb qo'yay. Undan keyin text view TV result deb qo'yay. Unda bo'lsa navbatdagi progress barga men barni beray. Undan keyin TV resultga TV'ni beray. TV'ni bergandan keyin unda bo'lsa miyada progress barnikiga men miyada har qitim yangilangan chog'da progressi ya'ni progress barniki set progressi nima kelgan values'niki nollanchisi int value deb qo'yay. Nollanchisi value deb qo'yay. Undan keyin men TV resultga set text nima tanchenda chindo deganga men values'niki nollanchisiniki int value nima int value de ma'noga men ma'vo qaysi vaqt yuz berdi degan chog'da baytni deb o'tib ketdik. Yani tükkan chog'da yuz berdi, bu tükkan chog'da yuz berdi. Unda bo'lsa Bambi degan buni keyiniga men resultni qo'shib qo'yay. Result. Unda bo'lsa boshlangandagisi qaysi degan chog'da boshlangandagisi mouse boshlangandagisi sen shu yo'q程序正在开始。Ben bunda yozib oldim. Yozib olgandan keyin men uncancel'ga yozmay, uncancel'ga yozmadim. Endi bu yerda yozib olgandan keyin men bunda qilay, yaxshisi. Men bayon qilishayotgan mazmunni yozib, mana ichiga men ne bo'laydi buni yozib olay. Classes my thread deb ne bo'laydi buni yozib olay. Bu thread nima ish qilsin desanglar, 200 daqiqa xultilganga mas'ul bo'lsin. 200 daqiqa xultilganga mas'ul bo'lsin. Unda bo'lsa buni ichida public void run shunday run bo'lgan ekan, lekin thread there sleep 200 da 200 bo'lgan ekan. Bunga try cacheni yuzatmaydi. Undan keyin miyada har qitim ma'ni uxlatmayman. Miyadan bo'lsa my thread deb bir ta dushan yo'lay, men miyada dushan yo'lay. Dushan bo'lgandan keyin bo'lsa men faqat my threadniki nima miyada try cacheni yutib my threadniki start qilib qo'ysam bo'ladi. Har qitim start qilib qo'ysam bo'ladi.
Dolayısıyla men buni main fanfani ichida men bayatdan deb o'tib ketdik biz cho'qim Zhu Xianchangni Zhu Yuan'ninki Xianchangsida Dushanlab shuni ichida ijro qilamiz dedik. Endi dolayısıyla men bu yerda Dushanlaya task new buniki ham da ikki tal sen sho'si bor progress bar deb. Dolayısıyla men bu yerga progress bar text view TV deya. Undan keyin barga barni men aniqlik deya. Progress bar find view by ID diyor progress bar qilaman. Undan keyin bu TV ga TV dan text view find view by ID ID diyor text düşükki burada böyle. Miyega new task şunu new my task olanken birincisiga bar keldi şunu ama ikkinchisiga TV keldi. Nima? TV keldi. Undan keyin buni ijro qilish qaysi desanglar. Bayatdan deb ketdik. XQ dedik, paramiz dedik. Paramizga biz integer bergandik. Shuni ham yegan men xohlagancha bir son berib qo'yay, 1000 deb. Nimishga desanglar, miyega biz paramizga integer, progressga integer, resultsiga string deb bergandik. Shuning uchun miyada biz mana XQ qilsak, avtomatik bu integer deb chiqadi. Agar bu yerni string qilgan bo'lsak, o'sha chog'da biz string deb chiqadi. Undan sonra mana navbatgisi men ijro qilganda nima bo'ldi desak, bu har bir 200 daqiqada bu progress barniki qiymatini birdan oshirib qo'yadi. Bu progress barniki qiymatini birdan oshirib qo'yadi. Ya'ni public progressda public oshirib qo'yadi. Buni biz ijro qilib ko'rib baqilaylik. Men mana chekkandan keyin qaraydigan bo'lsak, mana bundan ijron chiqdi. Hozir ijroni biz tekshirib baqilaylik. Demak, bizniki mishada yozgan mana shu suratda menimcha chatoq chiqdi. Suratda menimcha chatoq chiqdi. Men bevosita do'stlar mana suratniki ma'nini ko'chirib akab bir şey choplab qo'yib qo'yaman. Start demayman. Xato qilganda qilib turmayman. Start demay bevosita mana shuni choplab akab ko'chirib qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak, mana menyotida endi o'tib menyotida. Mana men navbatga men buttonimni qayta chekalayman, buttonimni qayta chekalayman. Qaraydigan bo'lsak, bu 100 ga borgan chog'da avtomatik to'xtaydi, miyadagi. Qaraydigan bo'lsak, mana 100 ga borgan chog'da biz nimani bergan bo'lsak, shu qayta 1000 ni bergan to'q, bu yerda resultsi 1000 qaytdi degan so'z. Biz parametr 1000 bergan to'q, resultsi 1000 qaytdi degan so'z. Endi buni men yana bir ijro qilsam, asli ma tekstni o'zgartirdik, tekst bir ekan-ku bu. Mishqil orqali biz qaraydigan bo'lsak, mana UI Shenchonni genshin qila oldik, oqseptimi biz ish qila oldik, ya'ni keyindimi biz ish qila oldik. Zhu Shenchonga hech qanday ta'sirimda. Ma'ma hamda bir xil Xitoyda, ya'ni yibu so'zib qildiganiki bir hamda bir deymiz bir xil usuli.
Buni qarab baqiladi. Buni qarab baqilgansa bu zot nereden keldi desa qaraydigansa biz shu haqiqat bu o'zi bir cho'shanli ekan bu ichida endi nima ishlarni qildi desak endi bu ichida shu javaniki runnable jekosni ya'ni streetlarni ishlatib bizga oddiylashtirib berdi degan so'z nurg'un ishlarni oddiylashtirib berdi degan so'z. Ondan sonra biz mana cancel degan funksiyasini ham sinab baqilay. Cancel degan funksiyasini ham sinab baqilay. Cancel degan funksiyasini sinagan chog'da biz uncancelled bo'lsa, undan sonra shunaqa, undan sonra cho'ng'irdi, mana cho'ng'irdi. Undan sonra buni qanday sinaymiz degan chog'da men miyaga o'xshash usul bilan bir tal flagni olay, ball flag. Bu flag bilan navbatdagi oltin nuqlaya navbatdagi oltin. Biz ijro bo'layotgan yoki ijro bo'lmayotgan oltin. Undan sonra mana agarda if shunami? If flag ya'ni flag false bo'lib qolsa, shunami? False bo'lib qolsa, undan sonra buni ijro qil. ijro qil. Undan sonra ma'ni men cho'qim tushuncha bilan qilib ilishim kerak ekan. Buni qayta tushunib qilsak, ikkisi ikki xil dushanlab qilib chataq chiqadi. Ijro qil. Agar unda bo'lmay qolsa, buni to'xtatib et. Tushunami? Cancel. Tushunami? Cancel. Endi men buni ijro qilib boqay. Nima chiqadi ekan? Hozir navbatda ijro bo'lyapti-da. Men to'xtatib desam, to'xtamadi. To'xtamadi. Miyadan flagni biz qaytadan true qilishimiz kerak miyada. True qilishimiz kerak. Shu chog'da ikkinchi qitim bosgan chog'da miya kirdi degan so'z, miyaga false qilishimiz kerak. Qaraydigan bo'lsak, buni uncancelled deganga kirmadi bu. Miyadan bir tal yechon chiqibdi. Mana sleepniki qaraydigan bo'lsak, interrupt exception debdi. Endi mana shunday vaqtlarda yuz berdi degan so'z mana. Normal exceptionni. Endi bu yerga nima ish kirmadiganda men false deb qo'yay. Bu zot nima sen shurda bu qarab baqilay. Bu yerda men true degan chog'da exception chiqqan-da. Narsa men false deb qo'yay. Qarayamsak o exception chiqmadi, demak bir qitimliq butkul shu aylanma tukkan chog'da ondan keyin bu to'xtatdi degan so'z, ondan keyin to'xtatdi degan so'z endi. Menga qarayamsak buni sen shusiniki tushuntirishiga qarayamsak mana may interrupted running dedi. Mana true berib qo'ydik biz. True berib qo'ysak interrupt qilyapti, interrupt qilyapti. Endi false berib qo'ysak bir qitimliq qarshi tukkandan keyin bu andan keyin to'xtatdi. Miyagimi ham chongshu yijingbei zhongzhi deb kirdi, mana kirdi chiqdi degan so'z. Endi bu shu taskniki de shilch so'lya de shilch so'lya. Endi buni o'zingizlar davomli turda shu ichiga mesela o'zingizlar davomli turda ba'zi narsalarni yezib miyaga UI genshin qilib endi eng yaxshisi qo'l silib ishlab boqqan yaxshi o'zingizlar masalan shu uchiniki farqini qo'l silib ishlab boqqan yaxshi. Bu soatlik darsimizda Shenchon to'g'riliq Xultay so'zi to'g'riliq endi so'zlaydiganimiz shu, Xultay so'zi to'g'riliq so'zlaydiganimiz shu. Endi agar Shenchon qilmoqchi bo'lib qolsanglar, shuni oldi bilan ma'ni yozib, chunki ma'ni ichiga chunki vazifani aniki mishiga nurg'un Shenchonlarga bo'lib olsanglar, bo'lib o'tganki har bir Shenchon genshin qilsa, aniki eng oxiri putgan chog'da emas, putgan chog'da aniki
avtomatik chaqirilsa, ya'ni yuzga borgan chog'da avtomatik chaqirilsa, yana hammasi bitgan chog'da chaqirilsa deganda cho'nshi miya kelgan chog'da shuniki ma'lum bir qimmat qaytolsa, shu ma'lum bir qimmat qaytolsa, undan keyin bu butun. Endi olsam men yana integer qilib o'zgartib boqay, ya'ni integer qilib o'zgartib boqsam qaraydigan bo'lsam, ma'niki qimmat o'zgardi. Demak, meyadagi result deganimiz, uchinchisi result deganimiz shuniki qaytarish qiymati, shuniki qaytarish qiymati. Şöyle dikkat qilsam bo'ldi. Masalan, shuniki shunga diqqat qilsam bo'ldi. Endi bu soatlik darsimizda so'zlaydigan mazmunlar shu.